Carvus Telegram kanaliga obuna bo'ling. Havola kommentariyada. Minecraftning eng yangi quroli bo'lmish bulava juda ham kuchli. Yo'q xudoyim. Ajdarho bitta zarbada quladi. Men internetda biroz izlanishlar qilib shuni bildimki, ko'pchilik odamlar unga kichik qo'shimchalar qo'shish orqali u qanchalik kuchliroq bo'lishini tushunmaydi va u butunlay yengilmasdek ko'rinadi. Men barcha bosqichlardan o'taman va uni maksimal darajada sehrlab, uni yanada kuchliroq qila oladigan, o'zim topa oladigan barcha qo'shimchalarni qo'shaman. Chunki u qanchalik kuchli bo'lishini ko'rmoqchiman. Keyin esa albatta do'stimni odatiy yakkama-yakka jangga taklif qilaman. Nima? Yangi bulavani yasashning birinchi bosqichiga keladigan bo'lsak, biz uni yasash uchun kerak bo'ladigan ikkita craft narsalarini saqlaydigan yangi sinov xonalariga borishimiz kerak. Birinchi navbatda qishloqiga borib, uni xaritachi qilish kerak. Ana bo'ldi. Va u sizga xarita sotguniga qadar u bilan savdo qilasiz. Mana biz uni oldik. Yo'q xudoyim, biz juda uzoqdamiz. Nuqtam qanchalik kichkinaligini qarang. Mayli, bu bunga arziydi. Bizga yangi bulava kerak. Shuningdek, men yangi sinovxonalari qanday ko'rinishda ekanini bilmoqchiman. Xo'sh, biz hozir mana shu yerdamiz. Aslida oldin unga qarab pastga qashishimiz kerak. Oh, nice! Biz va nihoyat keldik. Tushunmadim, bu narsalar nima bo'ldi? Qoch. Xo'sh, totemimni ishlatishimga to'g'ri keladi shekilli. Bu aql bovar qilmaydi. Yaxshisi, men bu maxluqlarni tezda o'ldirib tashlayman. Mutlaqo yangi bloklar va bu nima bo'ldi bilmayman. Bu yerda esa kalit nimaga ekan bilmayman. Yo'q, xudoyim, qocha qol. Yigitlar, va'da beraman, men mod o'ynamayapman. Qanday qilib bu Minecraft bo'lishi mumkin? Biz bu yerga faqatgina bitta maqsad uchun keldik. Ya'ni bulavani yasash. O'ylashimcha o'sha shamol moblarini o'ldirganimizda materiallardan birini qo'lga kiritamiz. Xo'p, endi bizga faqat bitta narsa kerak. Bu shunday katta blokka o'xshaydi. Internetda ko'rganim bo'yicha bu ancha noyobroq bo'lishi kerak. Bu mana shu sandiqda. To'xtab tur, nima uchun u shunchaki bo'sh sandiq? Xo'p, biz shu yerning qayerdandir blokni topishimiz kerak. Jin ursin, bu joy juda ham katta. Yo'q, to'xta, uni ko'zadan topsa bo'ladimi? Yo'q. Xo'p, men bu ko'zalarning ichidan faqat kalitlarni topayapman. Men ularni nima maqsadda ishlatishni umuman bilmayman. Xo'p, men hozir Google'dan qidirdim va xullas bu kalitlarni mana bu narsalarga ishlatishingiz kerak ekan. Og'ayni, bu nima degan gap? Menga bir parcha qog'oz, qalqon va zumratlar kerak emas. Menga mana bu katta blok kerak. O'ylaymanki, biz katta blokni olmagunimizcha ularni ochishda davom etishimiz kerak. Bizda yangi disk bor. Noma'lum idish. To'xtang, endi yomon alomatlarni ichishim mumkinmi? Yo'q xudoyim, endi qaroqchilarni o'ldirishning hojati yo'q. Yo'q, og'ayni, yo'q. Xo'p, bu hammasi damlama tufaylimi? Men bu yerga faqat bulava uchun kelganman. Xo'p, hammasini o'ldirdim. Yaxshi, endi menimcha o'lja yig'ishga qaytamiz. Yaxshi, bu xona to'liq yig'ishtirib olindi. Keling, yangi xonaga o'tamiz. Iltimos, menga shu blokni ber. Iltimos. Xo'p, men bu blokni topish ancha qiyin bo'ladi deb o'ylay boshladim, lekin u shu yerda bo'lishi kerak. Shunday qilib, men spamderlarni tozalashda va imkon qadar ko'proq o'lja kalitlarini olishga harakat qilishda davom etdim. Lekin ishonchim komilki, men bu yerni butunlay yig'ishtirib chiqdim va 11 ta kalitni oldim. Va umid qilamanki, bu blokni olishga yetadi. Yo'q, xudoyim, men bir soniyaga bu temir blokni o'sha blok deb o'ylabman. Yo'q, xudoyim! Olmos kiyimmi? Yo'q, bu juda ham yomon. Rahmat, kerak emas. Bizda muammo bor. O'ylashimcha, bu butun joyda ochish uchun seyflarimiz qolmadi. Va boshqa choramiz qolmadi. Boshqasiga borishimga to'g'ri keladi. Men yangi xarita oldim va boshqa sinov xonasini boshdan oxirigacha yig'ishni boshladim. O'ylashimcha, Minecraftni himoya qilib shuni aytishim mumkinki, bulava o'yindagi haqiqiy ma'noda eng kuchli quroldir. Nima ham deyman. Xo'sh, qaranglar, biz va nihoyat uni topdik. Og'ir yadro. Men bu yerdan chiqdim va ozodlik. Endi bizda ikkita masalliq bor. Ikkinchi bosqich yakunlandi. Endi esa uchinchi bosqichga, ya'ni boltani yasashning eng qiyin qismiga o'tamiz. Bu esa uni albatta craft. Bing bang. Nice, va nihoyat, va nega u juda ham ulkan? Nega u bu qadar katta? Qilichim bilan solishtirib ko'ring yaxshilab. Yo'q, unchalik katta emas ekan.
Mening ekranimda ulkan ko'rinyapti. 3 ta bosqich tugadi va nihoyat bizda ulkan katta bulava bor. Bu ko'p vaqt olmagandek tuyuladi, ammo u 2 kun vaqtni oldi. Videoning asosiy maqsadiga o'tish va bu narsa qanchalik jinicha va kuchli qila olishimizni ko'rish vaqti keldi. U shundoq ham yetarlicha kuchli, ammo uni maksimal darajada sehrlash va ko'plab mayda qo'shimchalar qo'shish orqali u yanada kuchliroq bo'lishi mumkin. Keling avval uni sehrlaylik. Albatta tuzatish va chidamlilik 3 dan boshlab. Va sinov xonasida o'lja yig'ayotganda menga o'tkirlik 5 kitobi tushgan. Buni bulavaga qo'yamiz. To'xta, nima? Bulavaga o'tkirlik 5 qo'yib bo'lmas ekan. Xo'p, mayli, e'tibor qilmang. To'xtang, faqatgina zarba 5 ni qo'yish mumkin ekan. O'zi menda zarba 5 kitobi bormidi? Va umuman menga zarba 5 kerakmi? Rostini aytsam, menga unchalik emas, lekin biz uni iloji boricha kuchli qilishimiz kerak. Va biz unga qo'yishimiz mumkin bo'lgan oxirgi oddiy sehr bu olov 2. U maxluqlarni yoqa oladi. Menda kitob javonimda bormikan? O, olov 2, bing bang. Va menda daraja yetmayapti. Keling biroz daraja yig'ib olamiz. Shunday qilib barcha odatiy sehrlar qo'yildi, ammo o'zingiz bilganingizdek u hali ham mukammal sehrlanmadi. Bizda hali yana 3 ta sehr yetishmayapti. Bular aynan bulava uchun qo'shilgan yangi maxsus sehrlardir. Bu unga sovutni yorib o'tish imkonini beradi va sizni havoga 20 blok yoki shunga o'xshagan balandlikka uchirib yuboradi. Men buni hali to'liq bilmayman, lekin ko'ramiz. Birinchi bo'lib oladiganimiz yorib o'tish tor. Bunga yorib o'tish imkonini beradi. Men u nima qilishini bilmayman va buni siz qishloqi bilan savdo qilish orqali olishingiz mumkin. Va men u menga yorib o'tish tor kitobini sotmaguniga qadar uni kafedrasini sindiraveraman menimcha. Sizlar esa meni qanday qilishimni tomosha qilasiz. Yo'q, menga yorib o'tish tushdi, lekin keyin men uni sindirib yubordim. Nega men o'zimga bunday qildim, a? Va nihoyat biz yorib o'tish torini yana oldik. Bunga yana taxminan 20 daqiqa vaqtim ketdi. Ikkinchi kitob Buzichlik 5. Uni qadimiy shaharlarda topish yoki yana qishloqi bilan savdo qilish orqali olish mumkin. Men xuddi shunday qilaman, chunki men qadimiy shaharga borishga juda ham erinchoqman. Vaqt ko'p ketsa ham menga baribir. Xo'p, atiga 5 daqiqa vaqt ketdi, lekin biz uni oldik. Xo'sh, bizda ikkitasi bor. Endi uchinchisi qoldi. Albatta shamol zarbasi 3. Lekin afsuski boshqalariga o'xshab biz uni shunchaki qishloqlar bilan savdo qilish orqali ola olmaymiz. E'tibor bermang, qishloqlarni yaxshi ko'raman. Va shamol zarbasi 3 sehrli kitobini olishning yagona yo'li albatta uni sinov xonalarining ichidan topishdir. Men videoning boshida sinov xonalarida soatlab o'lja yig'ib uni qanday qilib topa olmaganimni bilmayman va u yadroda noyob bo'lsa kerak. Men Google dan izladim va rostdan ham noyob ekan. Va bir foydalanuvchi, og'ayni men allaqachon o'nlab og'ir yadrolarni topdim, lekin bitta ham shamol kitobi chiqmadi. Bittasi esa men 20 ta sinov xonasidan o'tdim va ehtimol 200 dan ortig'ini ochdim, lekin hech narsa yo'q. Albatta bizga kerak bo'lgan oxirgi sehr shunchalik noyob bo'lishi kerak. Ammo bu yerdagi bizning maqsad bulavani iloji boricha kuchli qilishdir va buning uchun shamol zarbasi u juda zarur. Shunday ekan, ko'krak nishonim va oltin olmalarimni olay. Men mehnat qilishga tayyorman. Bu narsani topish qancha vaqtimni olishi menga qiziq emas. Tabiiyki, agar bu 24 soatdan ko'proq vaqt olsa, men ehtimol taslim bo'laman. To'xta, bu kitob? Yo'q, xudoyim, menga suv zarbasi 3 kerak emas. Kitob ber, iltimos. Kitob? Tezroq kitob ber, menga yaramas. Sezyapman, bu albatta mana shu spammer. Yo'q, iltimos menga kitob ber. O'ylashimcha men anchaga qoldim. Men hali ham sehrlangan kitobni olmadim, lekin internetda o'qishimcha bir xiyla bor ekan. Agar siz shunchaki seyf ichidagi narsalarni kuzatib tursangiz va siz xohlagan narsa paydo bo'lgani zahoti uni ochasiz. Agar bu rost bo'lsa, bu ko'p vaqtni tejaydi. Xo'sh, bo'la qol. Xo'sh. Biz og'ir yadroni oldik, lekin kitob tushmadi. Xo'p, yana urinib ko'ramiz. Men faqat tezroq bosishim kerak. Yo'q. Men juda ham kech bosdim. Menimcha to'g'ri bosganman shekilli. Menimcha bu hazil bo'lsa kerak. Keling, bu seyfdan qancha xil turdagi narsalar chiqishini izlab ko'ramiz. Eng tepadagilari 57, 47 va 37 va eng pastiga qarasak, shamol zarbasi 5%. Yo'q, men kech bosdim. Bu juda ham qiyin. Mayli, 7-sinov xonasi, qani boshladik. Nice. Menimcha bu menga shamol zarbasini bermaydi. Albatta.
Lekin hech bo'lmaganda biz yana 4 ta bulavani yasashimiz mumkin. Qani. Endi 5 ta bulava. To'xtang, xo'p. Mana shunisi bo'lishi mumkin, lekin bo'lmasligi ham mumkin, chunki xursand bo'lib ketdim, keyin xafa bo'lishim ham mumkin. Chunki bu emas. Xo'p, bu ekan. Bu narsa Minecraftdagi eng noyob va topish eng qiyin bo'lgan narsam bo'ldi. Men hazillashmayapman, chunki men noyob narsalar haqida butun bir video qilganman. Bizga yana 3 tasi kerak, chunki shamol zarbasi 2 va undan keyin shamol zarbasi 3 ni yasashim kerak. Shunday ekan, men sizlar uchun tezlashtirib beraman. Minecraft, iltimos buni osonroq qilinglar. Va 46 daqiqa va 30 soniyadan so'ng men ikkinchisini oldim. Keyin yana 4 soatdan keyin uchinchisini va keyin oxirgisi 1,5 soatdan keyin. Va nihoyat 4-chisini men oldim. Yo'q, xudoyim, men umuman bu yerda qolishni xohlamayman. Qizig'i shundaki, barcha 4 ta kitobni olishim uchun menda roppa-rosa 100 ta kalit ketdi. Endi biz yana 9 ta bulava yasashimiz mumkin. Va nihoyat 4 ta shamol zarbasi kitobini topganimizdan so'ng keling ularni birlashtiramiz. Va endi 2 kundan so'ng barcha bulava uchun maxsus sehrlar to'plandi. Ha, 2 kun ajoyib. Hozircha shu yerda to'xtatib turaman, chunki men 3 ta kitobni bulavaga qo'shishga uringanimda shuni angladimki, siz ularni barchasini birgalikda qo'sha olmas ekansiz. Shamol zarbasi zichlik yoki shamol zarbasi yorib o'tish va qaysi birini tanlashni bilmayapman. Men bulavani eng kuchli qilish uchun qaysi biri kerakligini bilish maqsadida tezlik bilan sinov dunyosini yaratib oldim. Shunday qilib, tekis dunyoda sigirlar bilan to'la 2 ta joy yasadim. Bittasida yorib o'tish, bittasida zichlik. Qaysi biri yaxshiroq ekanligini ko'ramiz. Nima bo'lganda ham keling birinchi bo'lib yorib o'tishni sinab ko'ramiz. Yaxshi, bitta sigir o'ldi va bir qancha sigirlar har tomonga uchib ketdi. Bu yaxshimi yoki yomonmi bilmayman. Va endi zichlikni sinab ko'ramiz. Xo'p, bitta sigir o'ldi va sigirlar yana uchib ketdi. Bu ikkisining o'rtasidagi farq nima o'zi? Xo'p, men buni Google'dan izladim va Minecraft Wiki'da yozilishicha yorib o'tish soatga ko'proq zarar yetkazar ekan va shunda branya tezroq sinadi. Va zichlik 5 esa har bir blok uchun 2,5 uron qo'shadi. Agar to'g'ri hisoblaydigan bo'lsam, agar siz shunchaki 30 blok balandlikdan tushib o'yinchiga ursangiz, u 75 uron oladi. Bu xuddi olmos qilichi bor o'yinchi yoningizga kelib 1 soniya ichida 10 marta ko'proq uron berishidir. O'ylaymanki, qaysi birini tanlashni bilaman. Bundan tashqari Google'da ochiqchasiga yozilgan ekan. Men umuman yangi bulavani yasashimga va unga hamma narsani yana boshqatdan sehrlashimga to'g'ri keldi. Zarba sehri zichlik bilan to'g'ri kelmasligini yana unutibman. O'zi shundoq ham zarba menga yoqmasdi. Lekin 20 soatdan ortiq zerikarli ishdan so'ng bulava maksimal darajada to'liq sehrlandi. Bulavani yanada kuchliroq qiladigan qo'shimchalarga o'tishdan oldin shuncha vaqtni sarflaganim bekorga ketmaganini ko'rishni xohladim. Yaxshi, birinchi oddiy bulava bilan tekshiramiz. Qo'yni o'ldiradi va uni uchirib yuboradi. Buni biz oldin ham ko'rganmiz. Va endi to'liq sehrlanganini sinaymiz. To'xta, nega u meni havoga uchirib yubormayapti? Yana bir bor. Nima? U meni havoga otib yuborishi kerak edi. To'xtang, mening eng zo'r sovutimda snaryad himoyasi borligi uchun bo'lsa kerak. Men sovutsiz sinab ko'rishni xohlamayman. Shunday qilib, o'zimning qo'shimcha zaxira kiyimlarimni kiyib oldim. Yo! Agar o'ylab ko'rsam, men uchayapman. Rostdan ham uchayapman. Men hozirgina Overkill yutug'ini oldim. Minecraft bu juda ham dahshat. Shamol zarbasi meni shunchalik yuqoriga otib yuboryapti. Men shunchalik tepaga sakrashimni umuman bilmagandim. Uron olmaslik uchun qanaqasiga tushsam ekan? Aytgancha menda elitra bor-ku, jin ursin. Men hozirgina qo'ylarimni yarmini o'ldirdim va ular endi hamma joyda sochilib yotibdi. Xo'p, haqiqiy sinov uchun men Wizard bilan jang qilib ko'rmoqchiman. Chunki internetda kimdir to'liq sehrlangan bulava bilan buni amalga oshirgan videosini ko'rgan edim va bu ishlaydimi yoki tuzatilganmi bilmayman. Yaxshi, men 3 ta Wizard boshini oldim. Endi biroz bazadan uzoqroqqa uchishim kerak. Mana shu yer yaxshi bo'lsa kerak. U qanchalik kuchli ekanligini ko'ramiz. Qo'shimcha kiyimlarimni kiyib olaman, charm etiklar, oltin ishton va toshbaqa kosasi. Qani ketdik. Yaxshi, sakrash uchun joyimiz bo'lishi kerak va tezda tepaga chiqamiz. Bu yetarli bo'lishi kerak. Oltin olmani yeyman va tayyorlanamiz. Yaxshi, bolakay. Bolakay. Hoy. Bolakay.
Bolakay, bu narsa yengilmas ekan. Men vizirdan faqat bir marta zarba oldim. Vizir yulduzi tushdimi yoki yo'qmi bilmayman. Men qilgan eng oson vizir janglaridan biri bo'ldi. Bayram qilishni to'xtatamiz. Garchi bo'lava hozir juda ham kuchli bo'lsa-da, u hali o'z erishishi mumkin bo'lgan maksimal kuchida emas. 3-bosqichga o'tishning va men topa olgan barcha qo'shimchalarni qo'shishning ayni vaqti keldi. Chunki hozirda bo'lava faqat biron bir jarlikdan sakrab yo'qmayli, jarlikdan emas, oddiy yurganingizda hech narsa bo'lmaydi. Oddiy qo'shimchalardan boshlab kattaroq va aqldan ozdiradiganlargacha ko'rib chiqamiz. Har doim o'zingiz bilan zindan olib yuring. Maxluq yoki o'yinchi bilan jang qilganingizda siz uni tramplin sifatida ishlatsangiz bo'ladi. Tekis joyda juda ham foydali bo'ladi. Ikkinchisi, o'zingiz bilan bir nechta shilliq bloklarni olib yuring. Siz havoda bo'lganingizda va maxluq sizdan uzoqda bo'lganida foyda beradi va yaqinlashib uni o'ldirishimiz mumkin. Men poyla olmadim. Ma'nosini tushundingiz. Uchinchisi, ot bilan yuring. To'xta, nega uni ura olmayapman? Nima, ot minib turganda maxluqlarni urib bo'lmaydimi? Yo'q, bo'ladi. Lekin shamol zarbasi ishlaydimi? Yo'q. Shamol zarbasi otda yurganingizda ishlamas ekan. Kechirasiz, men shunchaki sinab ko'rmoqchi edim. To'rtinchisi uchun tezlik bilan quyon yoki quyon oyog'ini olishim kerak. Chunki sakrashni kuchaytiradigan damlama menga kerak bo'ladi. Kerak bo'ladigan narsa bu mana shunday o'simlik, quyon oyog'i va nurli tosh va porox. Damlama tayyor va foydalanishingiz mumkin. Va bulavadan foydalanish uchun biron joydan sakrashingiz kerak emas. 5-qo'shimcha ham damlama, ammo bu tezlik damlamasi. Chunki tezroq yugura olish bulavani biroz kuchliroq qiladi. Qo'yni qanchalik tez o'ldirishimni ko'ring. Bo'yolmadim. Men bo'lmishman qani? Bu nimasi bo'ldi? 6-si ham damlama, albatta kuch damlamasi. Men u qanchalik ko'p kuch qo'shishini bilmayman, lekin uchib ketdi. Meni otim uchayapti. Va bu damlamalar tugamasligi uchun o'zingizga avtomat damlama yasaydigan mexanizmni yasab olishingiz kerak. Tugmani bosasiz va bo'ldi. Men sekinlash damlamasi qanday ta'sir qilishini ko'rmoqchiman. Balkim bulavadan foydalanishni osonlashtirar. Xo'p, u hech narsa qilmas ekan. Men xuddi osmonda suzib yurgandekman. 8-si uni trizubis bilan birlashtirish. Oddiy trizubis emas, balki suv zarbasi 3 bora. Shunday qilib XP fermamda biroz XP yig'ib olaman. Yo'q, xudoyim juda ham baland. Sehrlaymiz, yo'q, bu menga kerak emas. Menga suv zarbasi 3 ni ber. To'xta, meni kutubxonamda suv zarbasi 3 bor ekan. Men buni nimaga qildim? Endi nayza va bulavani birlashtirgan holda suvdan sakrab va mobni o'ldirishimiz mumkin. O'rgimchakni urasiz, suvga qaytasiz va yana sakrab zombini poylab o'ldirasiz va bo'ldi. Keyingi qo'shimcha o'zingiz bilan suv olib yurish. Suvni shunchaki qo'yasiz, osmonga sakraysiz va o'ldirasiz. Bu suv trizubits bulavani kombosi. Bu unchalik qiyin emas. Suvni quyasiz, sakraysiz va o'ldirasiz. Va 10-qo'shimcha. Sizlar balki bu haqda o'ylagan bo'lishingiz mumkin. Bu yangilanishda paydo bo'lgan shamol zaryadlari. Ularni sinov xonalaridan yig'ib oldim. Lekin yaxshiyamki ular ko'p, chunki bu mening eng sevimli qo'shimchalarimdan biri. Chunki ularni ishlatish juda ham oson. Mana qarang, juda ham oson. Shunchaki oyog'ingizni ostiga bitta shamol zaryadini tashlaysiz va siz osmonga uchasiz. To'xtanglar, o'z vaqtida mana bo'ldi. Siz ancha balandga ko'tarilishingiz mumkin. Agar siz juda balandga sakramoqchi bo'lsangiz, shunchaki u bilan birga sakraysiz. Endi biz internetda topganimdan yanada murakkabroq qo'shimchaga o'tamiz. 11-raqam bu albatta menda bor. Bular albatta elitra, feerwerk va nagrudnik. Bunda ma'no yo'qdek tuyulishi mumkin, lekin bu 3 ta narsani birlashtirish orqali siz o'ziga xos dronga aylanishingiz mumkin. Tezda elitrada uchamiz, bam! Yana elitrada uchamiz, yana bitta mob, bam. Biz yana elitrada uchayapmiz. Nishonni ko'ramiz, nagrudnikni kiyamiz va uni uramiz. Ajoyib, va yana qochamiz. Elitra va nagrudnikni almashtirish uchun shunchaki ularni ustiga bosing va bo'ldi. Mobni urishdan oldin albatta nagrudnikni kiyib oling, shunda bu ishlaydi. Agar elitrada ursangiz hech narsa o'xshamaydi. Bu usulni amalga oshirish ancha qiyin, lekin bir marta bunga ko'niksangiz va qisqa tugmalardan foydalansangiz, buni juda tez bajara olasiz va ajoyib bo'ladi. Menga bu juda ham yoqdi. Keyingi usul uchun sizga biroz shamol zaryadlari va ender marvaridi kerak bo'ladi. Shamol zaryadini bitta qo'lingizda va ender marvaridlarni esa ikkinchi qo'lingizga oling. Endi esa to'g'ri osmonga ikkalasini ham oting.
Buni mexanizmi shunday. Asosan Ender marvaridini tepaga otib, darhol ketidan shamol otsangiz, shamol uni itaradi va teleportatsiya bo'lasiz. Shunday qilib, bu o'zingizni osmonga teleport qilish va maxluqni juda tez urishingizga sababchi bo'ladi. O'ylashimcha, siz osmonda buni cheksiz qilsangiz bo'ladi. Okey, qilolmas ekanmiz. Keyingi usul bu o'zim shaxsan o'ylab topganim. Buni hali hech kim ishlatganini ko'rmaganman. Eng kuchli kombo nima bo'lishi mumkin? Xo'sh, bildimki, bu albatta feerverkli arbalet. Buni ko'pchilik bilmaydi. Agar siz feerverkni chap qo'lingizga tutsangiz, ularni arbaletga o'qlashingiz mumkin va otishingiz ham mumkin. Menimcha befoyda eshitilishi mumkin va ko'rinishi ham. Ammo oddiygina bo'yoq va poroxni birlashtirsak, feerverk yulduzini yasay olishimiz mumkin va u nishonga tekkanida portlab ketadi. Va agar siz portlash joyiga yaqin bo'lsangiz, u 1,5 yurak zarar beradi. Ammo ularni yanada xavfliroq qilish uchun retseptda bitta emas, balki maksimum 7 tasini ishlatishimiz ham mumkin va siz portlashning qanchalik kattaligini guvohi bo'lishingiz mumkin. Keling tezlik bilan sinab ko'ramiz. Ha, juda ham yaxshi uron. Lekin buni yanada kuchliroq qiladigan narsa bor. U hali ham sehrlanmagan, demak sehrlashimiz kerak. Va XP fermaga yo'l olamiz va arbaletni sehrlaymiz. Endi arbaletda tezkor o'qlash va ko'p otish sehrlari bor. Bu tezda o'qlanib bir vaqtning o'zida 3 ta feerverkni otadi. Keling bu feerverklardan ko'plab yasab olamiz. Atigi 56 ta feerverk yasadim xolos. Bu feerverklar juda ham qimmat, ammo bunga arziydi. Men nimani o'yladim? Arbaletni bir marta o'qlab qo'ysangiz, u doim o'qlangan holda turadi. Shunday ekan, siz istagan paytda uni otib qo'yishingiz mumkin. Shunchaki dunyoda aylanib yurasiz va birdaniga otasiz. Ha, juda ham tez. Tezkor arbalet va bulavadan foydalanish bu juda ham kuchli. Osmonga uchasiz, moblarni urasiz va feerverkdan otasiz. Bu juda ham ajoyib. Agar bittada o'ldira olmasangiz, shunchaki mobga urasiz va feerverkdan otasiz. Men poylay olmadim. Endi poyladim va eng oxirgi va so'nggi qo'shimcha bu shu vaqtgacha qilgan barcha narsalarimizni bitta joyda ishlatishdir. Va buni amalga oshirish uchun do'stim Keylni PvP ga chaqiraman va unga bulava haqida hech narsa demayman. Xo'sh, unga xabar yozaman va hardcore rejimda bo'lganimiz uchun u o'lmasligiga harakat qilamiz. Chunki o'lsang qayta olmaysan. 1 yil oldin qurgan raid joyimga boraman va juda ham ko'p tatimlarni yig'amiz. Salom Keylib, ancha ko'rishmadik. Ko'rishmaganimiz yaxshi. Men seni chaqirishimni sababi sen bilan PvP qilish niyatim bor edi. PvP deysan? Ha, PvP xohlamaysanmi? Meni ishlarim bor. Xavotir olma, seni himoyang haqida o'ylab qo'yganman. Ey, men senga bermoqchi edim. Ha, uzr. Men seni o'ldirmoqchi emasman, shunchaki xavfsizliging uchun berib qo'ymoqchiman xolos. Men senga nimadir bo'lishi mumkin, berib qo'ymoqchiman, nimadir bo'lishi mumkin. Hozir tezda bir narsani olib olay. Okey, tayyormisan? Yutgan odam nimani olishini gaplashib olaylik. Yerdagi hamma narsani. Yo'q, rahmat, kerak emas. Yomg'ir boshlandi. Biz xuddi film. Ha, rostdan ham xuddi filmdek. Qani, boshlaymizmi? 3 2 1 ketdik. Xo'sh. Men PvP'ni bilmayman, sen yutding hisoblaymiz. To'xta. Kim yutyapti? Yo'q, xudoyim. Kim bilsin, tushunib bo'lmayapti. Xuddi teng jang ketayotgandik. Bu juda g'alati. Hozir 1 daqiqa. To'xta, ablah, sen menga yuzni bermoqchimisan? Nima balo? Yo xudoyim. Nima? Tushunmadim. Keylab. Tushunmadim, bu nima bo'ldi? Sen cheatermisan? Keylab, qoch. Nima hazillashyapsanmi? Nima? Qayerdasan o'zi? Seni ko'rmayapman ham. Seni urolmayapman ham, hatto ko'rmayapman ham.
Oy, to'xta. Hozir. To'xta, bir hozir mana. Bo'ldi, men ketdim, xayr. Mendan Sen qayerga qochding? Yo'q, bo'ldi, men u yerda bo'la olmayman. Caleb, men shunchaki PvP qilmoqchiman birga bir. Yo'q, bu yaxshi PvP emas, yaxshi emas. Okey, Caleb, seni urmayman. Mayli qochma, men shunchaki sen bilan gaplashib olmoqchiman. Ya'ni hamma metodlarni senda Okey. tekshirib olishim kerak. Sen esa qochyapsan. Qara, hamma metodlarni senda tekshirib olsam bo'ladimi? Faqat qochma, seni o'ldirmayman. O'lmasam bo'ldi. Va qadrli do'stlar, shunga o'xshagan videoroliklar tez chiqishini xohlayotgan bo'lsangiz, mana shu shanba kuni soat 18:00dagi streamda hammani kutib qolaman va agar aktiv zo'r bo'ladigan bo'lsa, ertasiga albatta video chiqadi. Va hamda bu videorolikning tagida 3000 ta like bo'lishi lozim. Qani tezlashamiz va xayr salomat bo'ling. Sizlar bilan Karvas o'zbek tilida.